بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz va muhtaram mehmonlar, uzoq yaqindan ihson ziyofat sohiblarining takliflariga javob berib bosgan qadamlaringiz uchun Alloh hasanotlar yozsin. Hammamiz uchun muhtaram bo'lgan marhum Shamsiddinxon hoji akamizning farzandlari Bahodir xo'ja ukamiz o'tgan azizlarning ruhoniyatlarini eslab, xosatan qiblagohlarning ruhoniyatlarini eslab, qolaversa uzatadigan karimalarining nikoh to'ylari munosabati bilan dasturxon yozibdilar. Alloh xulusi niyat bilan bergan ziyofatlarini, ihsonlarini qabul aylasin. Marhum marhumalari, xosatan hoji akamizni Alloh g'ariq rahmat, shoista jannat aylasin. Uzatilayotgan qizimizni yangi xonadonlariga bosadigan qadamlarini Alloh qutlug', barakali aylab, 2 yoshni baxtli, saodatli qilsin. Ular qurgan oila risoladagidek oilalardan bo'lmoqligini Alloh nasib etsin. Alloh taolo Qur'oni Karim oyat karimalarda marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatmoqlik mo'minlarga manfaat beradi. Bu oyat karimada Alloh taolo bilganlarni eslatishlikka targ'ib qilyapti. İnsanlar bir-birlariga bilganlarni eslatadilar. Chunki eslatish mo'minlarga manfaat beradi. İnson o'zi tabiati eslatishga muhtoj bo'lib yaratilgan. Tabiatimiz o'zi shunday yaratilgan. Ba'zan bilgan narsalarimizni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Eshitganimizda buni o'zim ham bilaman deb qo'yamiz. Oddiy narsalar esimizdan chiqib qoladi. Qolaversa insonlar bir-birlarini yaxshilikka undaydilar, yaxshilikka dalolat qiladilar, unga ham muhtojmiz. Bir yaxshilik qilgimiz kelib turadi-yu, birovning turtkisiga muhtoj bo'lib qolamiz. Birovning dalolatiga muhtoj bo'lib qolamiz. Shu yaxshilikni qilvar desa, o'sha yaxshilikni qilishlikka shoshilamiz. İnsoniyatni Alloh o'zi shunday yaratib qo'ygan. Uning tabiati o'zi shunaqa. Shuning uchun bunday yig'inlarda bir-birlarimizga bilganlarimizni eslatamiz. Avvalambor o'zimizga manfaatli bo'lsin. Qolaversa hammaga manfaat yetsin. Islom dini ihson dinidir. Ihson nima? Ihson arabcha so'z bo'lib, yaxshilik qilish degan. Islom dini yaxshilik qilishga buyurgan. Islom dinining tabiati o'zi shunday. U faqat yaxshilikka buyurgan. Islomning asosiy manbasi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim oyat karimalarga murojaat qiladigan bo'lsak, bu haqiqatni ko'p joyda uchratamiz. Alloh dedi: "Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin." Yaxshilik qiling. Alloh yaxshilik qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Kimni yaxshi ko'radi? Yaxshilik qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, yomonlik qiluvchi bandalarni yaxshi ko'rmaydi degan. Qaysi banda Alloh meni yaxshi ko'rsin desa, yaxshilik qilsin. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Albatta Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Allohning rahmati kimga? Yaxshilik qiluvchilarga. İnson, hammamiz, butun insoniyat Allohning rahmatiga muhtoj. Allohning marhamatiga muhtoj. Agar bir lahza
bandadan Allohning marhamati uzilsa, banda hayot kechira olmaydi. Buning misolini biz bugun ko'rdik. O'sha nafas yetmayotgan odamlarga qarang. Ular har bir nafas uchun Allohning marhamatiga muhtoj. Har bir nafas. Ana shularning holiga qarasak, biz bu ne'matning bilamiz. Ne'matning ulug'ligini bilamiz. Qaramagani bilmaydi. Allohning rahmatiga, marhamatiga banda shu darajada muhtojki, hatto oxiratga ishonmaydigan odamga ham palonchi o'tib desa, Xudo rahmat qilsin deb qo'yadi. O'zi ishonmaydi. Oxirat bormi deydigan odam. Shu odamga ham palonchi o'tib desa, Xudo rahmat qilsin deydi. Beixtiyor shu narsa tiliga keladi, chunki uning rahmati tabiatimizga joylashgan. Uning marhamatiga butun vujudimiz muhtoj. Uning marhamati, uning rahmati kimga? Yaxshilik qiluvchilarga. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir dedi Alloh. Qilingan yaxshilikka mukofot beriladi. Dunyo amal dunyosi. Oxirat mukofot, jazo dunyosi. Bu dunyoda qilgan amallarimizga oxiratda mukofot olamiz. Qilgan yaxshiligimizga albatta yaxshilik bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Arpa ekkan arpa o'radi, bug'doy ekkan bug'doy o'radi. Boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Buni har bir aqlli inson yaxshi biladi. Hamma yaxshi biladi. Shuning uchun ulug'larimiz dedilar: "La takun kaman yarju thawaba bidunil amal." Dunyoda savob ish qilmas, dunyoda yaxshilik qilmasdan oxiratda savob umididan umid qilib qolmagan dedilar. Dunyoda yaxshilik qilmagan odam oxiratda qanday savob umid qiladi? Qilolmagan yaxshilik. Buning misoli bir korxonada ishlamagan odam oyning oxirida borib o'sha korxonaga mening maoshimni bering deganga o'xshaydi. U korxonadagilar bu odamga eshikni ko'rsatib qo'yadilar. Ishlamagan odamga u korxonada maosh yo'q. Dunyoda yaxshilik qilmagan odam oxiratda qanday savob kutadi? Dunyoda yaxshilik qilmasdan oxiratda savob kutish bu xom xayol bu. Ana shu xayolga aldanib qolmaylik. Zero dunyo yaxshilik qilish uchun berilgan. Ad-dunyo mazra'atul oxira. Bu dunyo oxirat ekinzori. Nima eksak, oxiratda shuning mevasini ko'ramiz. Bu muqarrar aniq narsa. In xayran fa xayrun va in sharran fa sharrun. Alloh dedi, yaxshilik bo'lsa yaxshilik, yomonlik bo'lsa yomonlik. Faman ya'mal, Alloh taolo dedi, uzr aytvordim, hadis sharifda kelgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara, va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi, kim zarracha yaxshilik qilsa mukofotini ko'radi. Kim zarracha yomonlik qilsa uning jazosini ko'radi dedi. Zarra degan narsa ulamolarimiz bizlarning tasavvurimiz uchun aytayaptilar. Shunday kichkina narsaki, quyoshning nuri derazadan xonaning ichiga tushib turgan bo'lsa, ana shu nurda changga o'xshagan narsa ko'rinadi. E'tibor bersangiz ana shu narsani ko'rasiz. Zarra ana shunaqa narsa dedilar. Shunaqa narsa, shunchalik zarrani ham oxiratda hisob kitob bor. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga bir arobiy sahroy odam kelib, Alloh sizga bildirgan narsani menga ham bildiring dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom u sahroy odamni bir sahobiga qo'shib qo'ydilar, mana unga o'rgatgan Qur'ondan. U sahobiy Zalzala surasini aytdilar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sura-i Karima kichik sura. Suraning oxirida biz o'sha yuqorida aytgan kim zarracha yaxshilik qilsa
mukofotini ko'radi. Kim zarracha yomonlik qilsa jazosini ko'radi. Ana shu ma'nodagi oyat karima. Shu oyat karimani o'qiganda haligi sahroyi odam hasbi menga yetadi, bo'ldi dedi. Uni eshitib payg'ambarimiz alayhissalom uni o'z holiga qo'ying. U olim bo'ldi dedilar. Unga yetarli bo'ldi dedilar. Hayotimiz uchun, hayotimizning islohi uchun ana shu oyat karimaning dalolati bizga yetadi. Bir sahroyi odamga yetdi. Bizga yetmaydimi? U sahroyi odamni ichi qalbi iymon bilan to'la edi. Oxiratga bo'lgan ishonch bilan to'la edi. Shuning uchun bu oyat karima unga yetdi. Oxiratga ishongan odam yomonlik qila olmaydi. Faqat yaxshilik qiladi. Yana bitta narsa, yaxshiligini biz birov uchun qilmaymiz. O'zimiz uchun qilamiz. Kim yaxshilik qilmasa o'ziga baxillik qildi. O'ziga qildi. Mukofotini o'zimiz ko'ramiz. Mukofot beriladigan kunda beriladigan mukofotni hech kimga bermaymiz. Hech kimga. U kunda ko'zimizga hech kim ko'rinmaydi. Ana shunday kun qiyomat kuni. Bizga berilgan mukofotni hech kimga bera olmaymiz. O'zimiz unga muhtoj bo'lamiz. Shuning uchun yaxshilik qilib qolaylik. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilinadi. Nafaqat, balki islom ta'limotlarida yomonlik qilganga ham yaxshilik qilinadi. Yomonlik qilgan odam o'ziga qildi. Unga siz yaxshilik qilavering, siz o'zingiz uchun qilasiz. U yomonligiga jazosini oladi. Siz yaxshilikka mukofot olasiz. Bu odam yaxshiligimni bilmaydi demang. Biz yaxshilikni mukofot beruvchi zotning roziligi uchun qilamiz. Odamlar uchun qilmaymiz. Savob beradigan zot bilsa bo'ldi. Biz uning uchun qilamiz yaxshilik. Payg'ambarimiz alayhissalom ana shunday dedilar. Zinhor yomonlik qilganga ham yomonlik qilmadilar. Faqat yaxshilik bilan javob qaytarar edilar. Payg'ambarimizning tabiatlari o'zi shunday edi. Uhud g'azotida yuzlarini yorishdi mushriklar. Tishlarini sindirishdi. Payg'ambarga qo'l ko'tarib bo'ladi. U holatni ko'rib sahobalar chiday olmadi. Dedilar: "Ud'u alal mushrikin." Ey Allohning rasuli, bu mushriklarning haqqiga duoibat qiling dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom duo qildilar. Allohumma g'fir li qavmi fa innahum la ya'lamun. Ey Allohim, qavmimni kechir, ular bilmayaptilar. Payg'ambarimiz duoibat qilmaganlar. Tishlarini sindirgan qavmga ham haqqiga ana shunday duo qilyaptilar. Ularni kechir, ular bilmayaptilar. Bunday oliy janoblik mehr shafqatning misolini yer yuzi ko'rmagan. Payg'ambarimiz alayhissalom islomning jonli ko'rinishi edilar. Ana shunday edilar. Demak, bu ummat yomonlik qilmaydi. Bu ummat faqat yaxshilik qiladi. Sofolar rahmatullohi alayhi dedilar, kishi tosh ursa boshi ey hojasda, kulib boqg'ili yuzig'a misli pista. Agar birov sening boshingga tosh bilan urib, boshingni yorsa, unga kulib qaragan xuddi pistaga o'xshab. Pistan tosh bilan chaqamiz, kulib turganga o'xshaydi, ya'ni ichidan mag'zini beradi. Senga mag'zi yo'q, menga ozor berding demaydi. Sen o'shanday bo'l dedilar. Ulug'larimiz ana shunday bo'lgan. Ular shu bilan ulug' bo'lgan. Ular yaxshilik qilish bilan ulug' bo'lgan. Ulug'larning hayotlarida sinov juda ham ko'p bo'lgan. Bir zotni bir espas haqorat qildi. Qancha
nojo'ya so'zlar bilan zikr qilsa ham bu kishi yaxshi javob qaytarardilar. Axiri to'xtagandan keyin yondagilar so'rabdilar. Shuncha sizni haqorat qilsa ham faqat yaxshilik bilan javob berdingiz. Desalar, u zot aytgan ekanlar. Kullun yunfiqu bima indahu. Hamma o'zida bor narsani nafaqa qiladi. Hamma o'zida bor narsani nafaqa qiladi-da. İçimizde bor narsa tilimizga chiqadi. İchida yaxshilik, ma'rifat to'la insonning tiliga haqorat chiqmaydi. Endi u ham borini nafaqa qildi, mana borini aytyapman dedilar. Ulug'larning javobi shu bo'lgan. Ana shu haqiqat, ana shu fazilat bugun oilalarimizga kirib borsa, oilalarimizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom vabda biman taul, yaxshilikni oilangdan boshla dedilar. Biz yaxshilik qilishni oilada o'rganamiz. Barcha yaxshilik oilada shakllanadi. Oilada biz yaxshilikka o'rganmasak, birovga yaxshilik qila olmaymiz. Masalan, ota-onasiga salom berishga o'rganmagan farzand birovga salom beradi. Bera olmaydi. Hamma yaxshilikka biz oilada o'rganamiz. Oilani shunday dargoh. Oilasiga yaxshilik qila olmagan odam kimga yaxshilik qiladi? Uning yaxshiligini boshqalarga keragi ham yo'q. Birinchi oilasidan boshlasin. Bugun oila masalasi jamiyatda eng dolzarb masala. Oilalarda dunyoga kelayotgan go'daklarning taqdiri eng dolzarb masalaga aylangan. Mana bu tashvish hammamizning tashvishimizga aylanishi kerak. Oilalarimizda go'daklar tirik yetim bo'lmasin. Yo'l qo'ymang unga. Ular oilamiz barakasi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar, sizlarga nima rizq, nima yordam kelayotgan bo'lsa, shu zaiflaringiz tufayli kelyapti dedilar. O'sha begunoh bolalar tufayli Alloh bizga rizq beryapti. Hazrat Umardek zot, jannat bilan bashorat berilgan zot, bir yosh bolaning oldidan o'tib ketayotib, meni haqqimga duo qil dedilar. Undan duo oldilar. Yonlardagilar shu yosh boladan duo oldingiz desalar, hali bu gunoh qilmaganda dedilar. Shunday bolalar uyimizdan ketishi to'g'ri keladi. Barakani ketkizmang. Xonadonimiz barakasi ular. To'g'ri, ba'zilar bizning yaxshiligimizni bilmas. Alamni o'sha bolalardan olmaylik. Ularni agar ketgan bo'lsa xonadoniga qaytaring. Bu eng dolzarb masala. Ular bizlarning kelajagimiz, millatning kelajagi. Ularning tarbiyasi, nafaqasi, rioyasi kimga qoladi? Otadan uzoq o'sgan farzand qanday bo'ladi tarbiyasi? Bu masala jiddiy masala bugun. Biz o'sha yaxshilikka o'rgansak, yaxshilik qilishga o'rgansak, xonadonimizda bunday holat bo'lmaydi. Alloh taolo dinimizning bu go'zal ta'limotini bilib, o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylasin. Xonadon egalarini xulus niyat bilan bergan ihsonlarini, ziyofatlarini dargohida qabul aylasin. To'ylar bo'layotgan yoshlarni Alloh baxtli, saodatli qilsin. Qudandalarning bog'lagan rishtalarini mustahkam qilsin. Birgalikda farzandlarning baxt va saodatlarini ko'rib yurmoqliklarini Alloh nasib etsin. Suhbatimiz nihoyasida bir tilovat Qur'on qilib, o'tganlarimizning ruhoniyatlarini xotirlab, to'ylari bo'layotgan yoshlarning haqqiga duo qilib qo'yamiz.